Bir gap o'qidim-da. Ruhlar bir-biriga talpinganda tanalar to'sqinlik qila olmaskan. Hech mavjud bo'lmagan insonni sevish haqida o'ylab ko'rganmisiz? Mana bu asarning qahramonining boshida xuddi shu holat o'tadi. Umuman kitob o'qish yaxshi ko'rmaydigan qizga chol bitta sehrli kitob sovg'a qiladi va qiz kitobni ochgan paytda o'sha asarning voqealigining ichiga tushib qoladi. Boshqa bir inson hayotida yashaydi, sevadi, oila quradi, farzandli bo'ladi va ko'zini ochganda hammasi xuddi tushga o'xshaydi. Lekin voqealar qizning esidan hech qachon chiqmaydi. Qiz yana qayta va qayta boshqa bir kitobdan o'qishni boshlaydi, boshqa hayotda yashaydi, lekin yana o'sha birinchi sevgisini qo'msaydi. Bitta kitobni 2 marta o'qish esa qizni o'limga olib kelardi. Asarning so'ngida qiz yana qayta o'sha kitobni o'qiyman deganida nima bo'lganini Binafsha shulasi asarni o'qib bilib olishinglar mumkin. Mana bitta savol qiziqtiryapti-da. Agarda sevgan insoningiz bilan boshqa hayotda yana uchrashish imkoni berilganda va undan keyin sizni o'lim kutganida, siz bunga rozi bo'lgan bo'larmidingiz? Kommentariyada yozib qoldiring.